Xullas bugun biz sizlarga mana bu bardakxonani hozirlarga nimalar olganimizni tanishtirib chiqamiz. Bu bardakxona emas, yangi kelin kuyovni uyiga kerakli bo'ladigan narsalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Har bitta qizni oshxonasiga kerakli bo'ladigan narsa bu albatta posuda nabor oldik. Tuz, shakar, choy soladigan mana bunaqa nabor oldik. Mehmonlar kelganda ularga sovuq poksa berish uchun mana bunaqa chiroyli stakanchiklar oldik. Yo, turib qo'ying, mehmonlarga bizga emas. Sizlarni ham oynanglar shunaqa, boya xotina xo'psan, mehmonlarni idishi importni bo'lish kerak. Biz qullar uchun biz bu bakallarga loyiq emasmiz. Biz mana bunaqa bakallarda ichish uchun hali o'rinda emas. Biz uning uchun mehmon bo'lib kelishimiz kerak bu uyga. Mehmon kelganda ochaman, keyin ishlataman. Xo'p, shuni taxlab qo'ysanglar bo'lar. Yer qimmatlarsa sinib qolsa-chi. Kelaveringlar. Asala qaranglar, ko'pchilik yetadi. Dararan. Urayotganimiz yo'nalishlari qora. Nima uchunligini ham ko'rsatamiz. Chunki bizda posudalarimiz hammasi mana shunaqa qora qilib olganmiz. Skоворodka, tuxum qovurish uchun, mini shakshukalar qilishim uchun. Eng qiziq qilish uchun hali qilishni bilmaydi. Endi shuncha narsa olganmizki, endi bizga bitta power yozinglar. Bizga power kerak. Bu qanaqa choynak nima qilib? Qiladigan, gapiradigan choynak chaqiradi o'zi. Bozorga borib olganda gapiradigan choynak bering deydi. Bozor chiqadi nima deydi u? Choy qaynadi deydimi? Qirg'ich olganmiz buni. Bular hammasini nima ishataman bilmayman, lekin og'irda chiroyli ekan-da, qaranglar. Biz bularni nimaga oldik bilasizlarmi? Ertaga uyimizga mehmon keldi. Uyda ishtimasi yo'q ekan, uyda mas'ullik uchun oldik. Atak ishlatmaymiz. Bu qaranglar, va chiroyli. Endi bizga loyiq bo'lgan bakallarni ko'rsatamiz. Mana bizning bakalimiz. U mehmonlarga-da chiroyli-da. Keling shu uyingizga mehmon bo'lib kelsam, shu bakallarni ozgina suv berasiz. Ular bu bizga to'yana qilishdi. Buni mana shu insonning, mana shunday chiroyli insonning onasi berdi. Mana shu onasi berdi, qaynonasiga berdi bizga mana onamiz berganlar. Yaxshi kunlarda ishlatinglar dedi, lekin hali buni ham ishlatishtirmaymiz. Shuncha narsa oldik. Masalan, mana bu ham narsalar ham oldik-ku. Hammasini hidini bu bilmaydi. Bu hid bilishni bilmaydi. Hammasiga nima qiladi? Bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi boshqasi. Влажный салфеточка. Ko'pligidan bilsanglar bo'ladi, buni burni oqadi. Sochibdilar. Mehmon bu ham albatta mehmonga, biz qullariga emas. Ering nima mehmoning bo'lsa bo'lar ekan-a uyingda. Va albatta yangi uyimizga o'zimiz bilan har doimgidek Aqua Magic olganmiz. Bilasizlar, bu brend biz yaxshi ko'ramiz, chunki ishonchdan o'tgan. Sizlar aytayotgan har xil o'sha boshqa brendlardan ko'ra bu ancha aqlli. Men 100% u beraman. Chunki bunda faqat parashok emas, o'rtoqlar, ham toza qiladigan parashok, ham sprey o'zida ishlatishga qattiq olingan. И влажный салфетка. Xullas, maslahat beramiz bularni ham sizlarga. Olib qo'yinglar. Bu uzun marketda ham bor, korzinkalarda ham bor, bozorlarda ham bor. Xullas, любой joydan topsanglar bular. Maslahat beraman, ishlatib ko'ringlar. Любой xonadonga kerak bo'ladi. Qaytgancha o'rtoqlar, ikkinchi qismida yangi kelin kuyovni xonadoniga kerak bo'ladigan produktlarni obzor qilamiz. Ungacha bizga obuna bo'linglar.